erigan emas, hoka emas. Arishga eng ideal. Katta yo'l ichida suv 50 gradusga chiqqanda motorni qo'shadi, aylantiradi. Suv sovib qolsa, motorni uzib qo'yadi, motorni o'chirib yoqadigan narsa bu. Bu holatda 150 kg, 130 kg yeydi. Ko'mirgilar joyida qora suv chiqadi. Assalomu alaykum, qadrli Katta yo'l house kuzatuvchilari. Bizda yana bir ishimiz 15 soteli sonaga katta yo'l qo'yib berganmiz. Shuni bir video qilgan ekanmiz. Bu hamashi hamma suyib qilayotgan. Pushtadan tashalayotgan. Xalq tilida topli pol sistema deb qo'yapti. Mastila qilindi polni. O'zimizga yaqin akalar qilib bergan. Ko'rsizlar, bunga qo'shimcha har bir stogadan 2 qatordan qo'shimcha berildi. Kuchliroq issisin, yaxshi bo'lsin effekt deb. Ko'rib turibsizlar, mana har bir boshiga ekranni qo'yilgan. Mana har bir pushtani mana asosiy stogadan berilganga ham ekranni qo'yilgan. Har bitta orasiga ham ekranni qo'yildi. 40lik turba tortilgan. Bular 57 bo'lgan. Mana oralariga 40lik turibsizlar, qator nimalarga o'rnatilgan. Stogalarga o'rnatib chiqilgan. Biz aytganimizdek, asosiy podach kelish mana katta yo'ldan chiqib o'rtadan kelyapti-da. Bu tomonga bitta, bu tomonga bitta da oldingi videolarda ham aytganmiz. Bu yerga zadushka qo'yilgan. Sababki katta yo'l pastlik. Bu yoq tez aylantirib qo'yadi-da, bu yoqda qisiladigan bo'lsa, zadushkadan bu yoq bilan bir xilda yapolojni zo'r issiq beradi. Shu maqsadda qo'yilgan. Har bitta 40lik qatorni boshi bundan qo'yilib chiqqan. Endi sabab yer bu yoqqa bitta ko'zga ko'rinmayapti. 2 metr, 3 metr uklon bor deyiladi. Bu tomon bilan bu yoqda farqi yer, adirli yer. Asakani fayzavodamiz, fayz shashlik. Shunasini orqasida. Rahmat aqillatgan shu. Yer 3 metr uklon borligi hisobidan bu yoq tez tortib olishi mumkin. Ashuna hisobidan har bitta oraga ham qo'yib chiqilgan. Har bitta oraga ham endi bu yoqlar tez tortiladigan bo'lsa, har bitta zadushkadan qisiladigan bo'lsa, bu yoqlarga samosovoy suv yurgizadi. Shu holatda qilingan. Endi bu dehqonlardan yana bitta yangilik qilinyapti mana. Mahshi turbani 2 oyoniga ekiladi. 2 oyoniga ekiladi ekin, orasi mana kichkinagina egma deb qo'yadi. Kappa egma qilib qo'yishadi. Buni har bir qatorni kechasida yopib qo'yishadi. Xo'p, buni foydasi nima desanglar? Katta yo'lga podachini o'rtacha holatda 60 gradus beriladigan bo'lsa, bu egma qilinadigan bo'lsa 40 gradus podachidan bersanglar, misol shu 15 sotikka 200 kg ko'mir yedi desak, ochiq holatda bu holatda 150 kg, 130 kg yeydi. Mana stogadagilar tashqarini isitib turaveradi, har bir stogadagilar. Bu egmadagilar egmani ichini o'zini isitib beradi, bo'ldi. Shu asosiy nimasi. Buni foydasi issiqlik yaxshi olib qolinadi, ko'mir ekonom qilinadi. Shuni hisobidan buni ichiga nima eksiz, necha yurasiz siz ko'tarib beraveradi. Muammo qilmaydi. Xudo xolasa. Shu holatda chiroyli holatda bo'lgan, tayyorlashyapti. Endi ertaga xudo xolasa yoqishaveradi. Lekin katta yo'lni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana katta yo'l ulanish jarayoni. Obratga nasos, bu bekilib qo'yiladi. Buni oldin ham aytganmiz. Samoto'kka ochiladi, bu nasos ishlaganda bekiladi. Mana ulanishi. Obratga podach ko'rinyapti oldidan. Men keldim, mana oldin kelganimda podach bu yerdan olgan ekan, mana. Ba'dan bekitib bu yerdan oldirdim. Shuning uchun ko'pchilikka aytamiz, o'zini yeriga moslab turib podach obratga teshiladi. Misol biz bu yerdan qo'yib bersak, noto'g'ri bo'lsa, mana bunga o'xshab bekiladi, uloq solinadi, boshqa teshiladi. Shu katta yo'limiz, bilasizlar, 4 ta papkasi bor, diplomat kitobi, orqa tomonda 8 qator turbali kitob bor. Tepa ochiladi. 4 ta kitobning oralari tozalanadi. Bu turbali kitoblar orasi tozalanadi. Ochib turib, ochilsa ichida yana bir qator list bor. O'tganimiz 530 lik musullarda oboradigan eshik. Mo'rni ham hozir qo'ydim, 6 metr mo'r chiqdi.
videoda uzmay olib o'tamiz. Yozni yana yoqishga harakat. Mana eshiklari polniy jumlagan. Hop, pogрешной datchigimiz nasosni o'chirib yoqadi. Gradus 70 ga chiqqanda 70 ga mo'min nasosni o'chiradi, yoqadi. Bunaqasini oldin qo'ymaganmiz, yana bitta qo'yganmiz. Xo'p, bu nima bu? Mana 50 gradusga qo'yilsa, sirkulyatsiya motor o'chiy turadi. Katta yo'l ichida suv 50 gradusga chiqqanda motorni qo'shadi, aylantiradi. Suv sovib qolsa, motorni uzib qo'yadi. Motorni o'chirib yoqadigan narsa bu. Haligi ishlamaydi, aylanib, issiqlikda yaxshi ushlab qoladi o'zida. Ko'mirni zapravka qilish o'qishdan oldin ko'mir solinadi. Unda yana 50 kilo solsa bo'ladi. Hozir 200 kilo ketdi. 200 kiloda shuncha bor. Bu yerdan endi qattiq o'tin tashalib, yoqishni boshlanadi. Uni ham xudo xolasa ulaveradi. Sonra padachi. Hop, mana rashnitilni bor qo'yilgan. Shu holatda. Mana shu holatda ko'mirni ustiga qattiq o'tinlar tashlaydi. Yengil yonadigan qattiq o'tinlar. Shu qattiq o'tinlar tutashadi, havoda qo'ysanglar, cho'g' tushib, cho'g'dan keyin pastki ko'mirga ilashib alanga olaveradi. Mana ko'mir. Belolmani mana shu holatdagi ko'mirni yoqish kerak. Yerigan emas, hokagan emas. Mana arishga eng ideal, katta yo'lga eng ideal ko'mir mana shu bo'ladi. Buni endi Farg'onadan 1400 so'mdan topishibdi, o'zlarining texnikasi topib kelgan. Endi yo'l kirlar bilan 1,5 mingdan tushsa kerak, yana bilmadim. Mana shu vashshali yiri-yirilar bo'lsa, kilo ozroq yetib qoladi, oralari ochilib qoladi, ko'mirxona. Cho'g'lar oralariga tushadi, tez yoqib boradi uvol qilib. Bu vashshi eng katta yo'l uchun eng ideal ko'mir mana shu bo'ladi ekanlar. O'tin yonyapti bu. Yo'q, bekitoringda tepadan o'tin ko'mirgilar joyida ona qora suv chiqadi. Qora suv chiqib beradi. Uni yog'iga bir xilda hovurga o'xshab oppoq suv chiqaradi katta. Mana yoqdi, xudo xolasa. Sekin ko'mirgilashib 1 soat bu yoqqa obratga padachi bir xilda qaytib keladi. Hozircha shu agar yo'limiz chiqib qolsa, kechga qarog'ina kelib qanaqa isitni bir ko'rsatamiz, bo'lmasa bundan videoda ko'ramiz. Biz kuzatishda davom etinglar. Bo'ldi.